Assalomu alaykum, pulga uyushtiradigan okaxonlar. Bugun sizlarga yana bir umuman sezon tanlamaydigan, ostatka bo'lib qolmaydigan, ostatka bo'lib qolsa hamchi ziyon qilmaydigan ishlab chiqarish to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Ushbu ishlab chiqarishimiz tualetli qog'ozlar bo'lib, bu mahsulotimizni ikki xil usul bilan ishlab chiqarishingiz mumkin. Birinchisi 0 dan 100 gacha, ya'ni ikkilamchi qog'ozlarni olib, qayta ishlagan holda tualetli qog'ozlarni ishlab chiqarishingiz mumkin. Ikkinchi usulimiz esa tayyor yumshoq qog'ozlarni olib, shakl berib, kesib, qadoqlab biznesingizni yo'lga qo'yishingiz mumkin. Odatda tualetli qog'ozlarni ishlab chiqarishda olinadigan foyda 20% dan 50% gacha bo'lishi mumkin. Okaxon, siz ham biznesingizni yanada rivojlantirishni istasangiz, Xitoy davlatidan eng sifatli uskunalarni sotib olmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga, ya'ni Shanghai Eximga murojaat qiling.